Hammaga salom, kanalga xush kelibsizlar. Bugun yana yangi kvartiraga keldik. Bu yerda ham remont qilish kerak. Bu kvartira Moskva shahrida faqat korobka holatida edi. Bizlar xonalarga ajratish uchun mana bunday gazobloklardan foydalandik. Bu gazobloklarni pena yordamida pena bilan teryapmiz gazobloklarni. Hozir bitta obzorga beraman. Чтобы ko'rishlaringiz uchun. Kvartira korobka holatidan shunday gazobloklar yordamida xonalarga ajratib chiqyapmiz. Shunday bu tarafdan bitta devor, bu tarafdan yana bitta devor, bu hojatxona, bu tarafda sanuzel. Bu tarafda oshxona. Mana shunday kvartira Moskva shahrida ishlayapmiz. Yoqqan bo'lsak, kanalimizga obuna bo'ling. Devorlarga shtikafturka qilingan. Faqatgina xonalarga bo'lish jarayoni ketyapti hozir. Keyinchalik xonalarga bo'lingandan keyin shtikafturka qilinadi.